Davlatimiz rahbarining elektrotexnika sanoatida xomashyoni chuqur qayta ishlashni rag'batlantirish, sohaning investitsiyaviy hamda eksport salohiyatini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mazkur yo'nalishdagi ishlarning sifat jihatdan yaxshilanishiga huquqiy poydevor bo'ldi. Ayniqsa, Made in Uzbekistan yorlig'i ostida ishlab chiqarilayotgan elektrotexnika mahsulotlari bugun nafaqat ichki, balki xalqaro bozorlarda ham raqobatbardosh bo'lib bormoqda. Agar raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, respublikada bu sohada 2024-yilda ishlab chiqarish hajmi 31 trillion so'm, eksport esa 1,3 milliard dollarga yetgan. Hududlarda 516 million dollarlik investitsiyalar o'zlashtirilib, 85 ta yangi korxonalar ishga tushirildi. Endilikda 2025-yil yakunigacha ishlab chiqarish hajmini 35 trillion so'mga, eksportni esa 1,4 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Bugungi kunda Andijon viloyatida ham istiqbolli loyihalarga asos solinmoqda. Xususan, Asaka tumanidagi ushbu korxona tomonidan zamonaviy sim o'tkazgichlar, multimedia tizimi, havo tozalash filtri, antenna va signal detallari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi va buning natijasida hududdagi 300 nafardan ortiq aholi doimiy ish bilan ta'minlandi. Korxona asosan elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, 2024-yildan boshlab elektr simlarini, elektr o'tkazgichlarni yetkazib beradi. Hozirgi kunda 310 nafar ishchi xodimlar faoliyat yuritib keladi. E'tiborli jihat shundaki, ishchi xodimlarning asosiy qismi deyarli barchasini yoshlar tashkil qiladi. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan yaratib berilayotgan keng imkoniyatlardan foydalangan holda ishlab chiqarish liniyamizni yanada kengaytirish yo'lida ishlar olib borilmoqda. Uzeltex sanoat uyushmasi bilan birgalikda misni qayta ishlash loyihasini yo'lga qo'ymoqchimiz. Ushbu loyihani ishga tushirish orqali eksport salohiyatini ham oshirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. E'tiborli jihat yana bir shundaki, yuqori texnologik jarayonlar asosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Hozir bemalol ayta olamiz, O'zbekistonda yagona hisoblangan texnologiyalarimiz bor. Koreya Respublikasidan olib kelganmiz, jihozlaganmiz. Mahsulotlarni eksport qilishni reja qilganmiz. Oldimizga maqsadimiz bor. Keyingi yilga eksport yo'lga qo'yiladi. Ichki bozorda ehtiyoj katta, xaridorlarimiz bor. Bir qator korxonalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Maqsadimiz yangi loyihalarni ishga tushirish orqali qo'shimcha yana 300 ta yangi ishchi o'rni yaratishda oldimizga maqsad qilganmiz. Umumiy qiymati 1,5 million dollar bo'lgan, yillik quvvati 100 ming komplektni tashkil etuvchi ushbu loyiha o'zining arzonligi va raqobatbardoshligi bilan ichki va tashqi bozorda xaridorgir hisoblanadi. Bu uskunamiz korxonamizda yangi loyihalardan biri. Uskunamizda yangi texnologik jarayonlar asosida mahsulotlarimiz uzunligini, torch kuchiga bardoshligini tekshirib, tasdiqlab, mahsulotlar xaridorga yuboramiz. Bu yerda 900 xildan ortiq simlarimiz mavjud, ya'ni rangi va razmeriga bog'liq. Bularda 150 xil turdagi simlardan ishlab chiqarib, kesib, kirimillash jarayonidan o'tib, 900 xilga aylanadi. Ya'ni bularda rangi, simni razmerlariga qarab turlarga ajratiladi. Va keyingi tayyor mahsulotlar keyingi jarayonlarga shu maydondan yuboriladi, keyingi jarayonimizga. Elektrotexnika bugungi hayotimizni usiz tasavvur etib bo'lmaganidek, uning tayyorlanishida puxta bilim, ziyrak nigoh va nihoyatda ehtiyotkorlik talab etuvchi bu mahsulotlar bundan bir necha yillar avval xorijdan keltirilar edi. Bugun esa u o'zimizning korxonalarda mutaxassislarimiz yetakchiligida ishlab chiqarilayotgani bilan ham e'tiborga loyiqdir. Bunday nozik jarayonlarni yurtimiz yigit-qizlari bemalol bajaryaptilar. Jamoa ishchilari ham ushbu hudud aholi vakillaridir. Zamonaviy uskunalarni epchillik bilan boshqarayotgan yoshlar orasida bu yil o'rta maxsus ta'lim maskanlarini tamomlaganlar ham bor. Mana shu joyda ishladik biz, ishimiz yoqib qoldi. Keyin bizni mana shu ishga olib qolishdi. Hozir mana shu yerda o'zimiz ishimizni qilyapmiz. Bizga ham yoqdi, ularga ham yoqdi ishimiz. Fevral oyida kirdik biz ishga, mana shu yerda bizni ishga o'zlari chaqirishdi, ishimiz yoqdi ularga. O'zimizni simimiz bor, shunga qarab sim suqyapmiz. Kelajakda endi master brigadir bo'lishni orzu qilib ishlayapmiz mana shu yerda. Ziyraklik bilan qilinadi. Hamma simni o'zini o'rni bor. Boshqa joyga suqib qo'ysiz, hatto suqib qo'ysiz bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Xato qilmasdan ziyraklik bilan ishlaydigan joy bu yer. Buning uchun ham bilim kerak. Hamma simni o'zini rangi bor, simni raqami bor, simni raqamlariga qarab suqish kerak.
xatosi qilib qo'ysangiz hamma yoqda bilinadi, qolgan simlarga ta'sir qiladi. Yanvar oyida amaliyotchi bo'lib kirganman bu joyga. 3 oy shu yerda amaliyot bilan ishladim. Ishxona yaxshiligi uchun aprel oyidan ishga qabul qilindim. Aprel oyidan beri ishlab kelyapman. Obetlari yaxshi, ish jarayoni ham yaxshi. Bu yerda hammaning ishi bir-biriga bog'liq, hamma sherik bo'lib ishlaydi. Sheriklarim yaxshi. Xatosi qilib qo'ymash kerak, o'zini yo'lanishi bor, yo'l tartibi bilan chachamiz hamma. Ehtiyotkorlik bilan ishlaymiz. Xatosi qilib qo'ysa to'kib bermay qoladi. Shu aniqlik bilan ishlaymiz. Men ish qidirib yurdim. Bo'sh ish o'rinlarini ko'rib, shu zavodga ko'rib, hujjatlarimni topshirib, shu ishga qabul qilindim. Men bu ishga qabul qilinganimdan juda ham xursandman. Bu ishlarni juda ham hali yaxshi ko'rib, o'zimga yoqib ishlayman. Xursandman shu ishda ishlayotganimga. Uy joyim yaqin, 4 nafar farzandim bor. Shu farzandlarimga vaqt ajratishga ham vaqtim yetadi. Soat 8 dan 5 gacha shanba bozor dam. Farzandlarim ham qarovsiz qolmagan. Farzandlarim ham xursand, xo'jayinim ham juda ham xursand. Hamma yo'q oilaviy sharoitimizga ham juda ham to'g'ri kelgan. Ish faoliyatimni boshlaganimga 2 yil bo'lyapti. Birinchi ochilganda farrosh bo'lib ishladim. Endi hozir operator bo'lib ishlayman. Bizdaqa yolg'iz ayollarga keng eshiklarni ochib bergan prezidentimizga avvalo rahmat deyman. Biz ahil jamoamiz, hammasiga rahmat aytaman. Ishxonamizni barakali, puli oyligi barakali, yaxshi oyliklar. Yo'lkiralarimiz tushirib beradi. Bepul tushli, 2 xil ovqat bor. Yozda salqin, qishda issiq. Sharoitlarimiz yaxshi. Shuning uchun ishim yaxshi ko'rganim uchun men ertalab kelaman. Sahar kelaman, ishim yaxshi ko'raman. Oldin bunaqa nimalar yo'q edi, sharoitlar. Mana hozir raqsimizni qo'shib tursanglar, xudo xolasa shu yerdan pensiyaga chiqish niyatim bor, master brigadir bo'lib. O'tkazgich simlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan ushbu korxonaning faoliyat boshlaganiga endigina 2 yil bo'lyapti. Bu o'zgarish hududga ham yangi nafas olib kirdi. Ishga kirganimga 1,5 yil bo'ldi. Bu yerda ko'pincha ayollar ishlaymiz. 300 taga yaqin ishchi, bo'sh ish o'rinlar ochilgan. Bu albatta prezidentimiz tarafidan berilgan bizga imkoniyatlar, sharoitlarimiz hammasi yaxshi. Oyliklar vaqtida, issiq ovqatlar, mukofot pullari, ishimiz oson, yengil. Biz mahalladan ko'pchilik kelamiz, hammamiz bir-birimizni ishga tortib birga yetaklab kelganmiz shu yerga. O'tkazgich uning nomidan ham anglashilgandek, agar bu turli rangdagi simlar qay biri sifatsiz bo'lsa yoki o'z o'rniga joylanmasa, elektr manbaini o'tkazmay qolishi tabiiy. Bu esa mahsulot sifatiga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi. Bunday talabga monand ishlash muhimligini esa ishchi xodimlar ham doimo his qilib turadilar. Tuman aholisining bandligini ta'minlashga samarali hissa qo'shgan ushbu korxona rahbarlari hududda yashovchilar orasida nogironligi bor, ammo ishlash uchun ehtiyoji bo'lgan fuqarolarni ham ishga taklif qildilar. Bu zavodga kirganimga salkam 1 yil bo'ldi. Bu joyga men o'zim ish so'rab kelganman. Ikkinchi guruh nogironligim uchun menga oson ish berishgan. Siz qiynalishingiz kerak emas, og'ir narsa ko'tarish mumkin emas. Sizga mana shu ishni taklif qilamiz degan, menga ma'qul kelgan. Bu narsani men izolentadan o'tkazib beraman. Bu bo'lmasa, tok o'tib ketib qoladi. Xavfli bo'lishi mumkin. Bu narsani men ichkariga chiqarib beraman. Ichkaridagilar yana chiqarib, yana boshqa liniyaga berishadi. Men qiladigan ishim shu, og'ir ish yo'q bu yerda. Ovqat bor, yo'lkira bor, muomalalari yaxshi. Xodimlar hammasi, boshliqlar, rahbarlar hammasi ko'ngildagidek. Meni jamiyatga foydam tegyapti, shundan xursandman. Ish bilan ta'minlashdi, oyliklar vaqtida beriladi. Mavzuni Farg'ona viloyati misolida davom ettiramiz. Tadbirkor Fotima Imomova bankdan olgan imtiyozli mablag' evaziga Dang'ara tumanida kabel mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Xorijning zamonaviy texnologik liniyalari bilan jihozlangan mazkur korxonada barcha imkoniyatlar yaratilgan. Bu esa import o'rnini bosuvchi tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni bir necha barobar oshirish, ichki bozorni arzon va yuqori sifatli elektrotexnika mahsulotlari bilan to'ldirishga xizmat qilmoqda. 2013-yil ishga tushirganmiz. 4 tagina ishchi ishlari bor. Kabel ishlab chiqarganmiz. Bittagina stanogim bor edi. Ancha qiyinchilik bo'lgan. Prezidentimizga rahmat. Ancha tadbirkorlarga Rossiya ham yordam berishyapti. Bugun bu yerda 40 tacha odam ishlayapti. 1,5 gektar yer berishdi. Mana shu yerda
Xudo xolasa mana ishlarga tushiryapmiz. Keyinchalik bu yana bir 50 ta ishchi o'rin yaratamiz. Bugungi kunda mana ishlab chiqarishga katta qulayliklar yaratishyapti prezidentimiz. Biz ishlashimiz qoldi. O'zeltexsanoat uyushmasi tomonidan mazkur tumanda yana bir yirik ishlab chiqarish korxonasiga asos solinmoqda. Loyiha qiymati 1,5 million AQSh dollariga teng bo'lib, yiliga 2,1 ming tonna kabel mahsulotlari tayyorlanadi. Tadbirkorning aytishicha, bu yerda yana yangi ishchi o'rinlari yaratiladi. Mahsulotlarni ichki bozordan tashqari qo'shni Qirg'iziston va Turkiya davlatiga eksport qilish ham mo'ljallanmoqda. Samarqand viloyatining Urgut tumanida faoliyat yuritayotgan ushbu korxonada esa maishiy texnika vositalari, jumladan muzlatgich, gaz plitasi, chang yutgich hamda elektr pechlar ishlab chiqariladi. Ushbu mahsulotlar hozirgi kunda ichki bozordan tashqari 10 ga yaqin davlatlarga eksport qilinmoqda. Bizning kompaniyamiz o'z faoliyatini 2012-yilda 10 odam bilan boshlagan. U payti faqat gaz plita yig'uvi bilan shug'ullangan. Hozirgi kunda bizning kompaniyada 1000 dan ortiq ish o'rni yaratilgan. 16 turli mahsulot ishlab chiqaramiz. 300 dan ortiq model mavjud. 2024-yilda bizlar 300 ming mahsulot ishlab chiqarganmiz. Bu yilga rejamiz 400 ming mahsulot. 2024-ning o'zida 108 ming mahsulot eksport qilganmiz. Bu yilgi rejamiz bizlarni 150 ming mahsulot eksport qilish. Hozirgi paytda 8 ta qo'shni davlatlarimizga eksport qilamiz. Qo'shimchalik bizning rejamizda AQSh va Yevropa davlatlariga eksport qilish rejamizda bor. Bizning kompaniyamizning maqsadi importdan keladigan xom ashyoni kamaytirib, o'zimizda ishlab chiqariladigan mahalliylashtirish darajasini oshirish. Hozirgi paytda bizning mahsulotlarimizda ishlatiladigan xom ashyo va ehtiyot qismlarini mahalliylashtirish darajasi 50% dan 85% gacha mahsulot turiga qarab. 2025-yilda biz yangi 4 ta loyihani ishga tushirganmiz. Bu degani 4 ta qo'shimcha mahsulot turi qo'shildi. 2026-yilda bizning rejamizda yana 2 turli mahsulotni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu degani qo'shimcha ish o'rinlari yana yaratiladi. Bu esa aholining moddiy daromadini oshirishga xizmat qiladi. Korxonaning ishlab chiqarish jarayonlari nafaqat texnologik yangilanish, balki mehnat unumdorligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Mahsulotlar sifatining yuqoriligi, standartlarga qat'iy amal qilinishi hamda zamonaviy avtomatlashtirilgan liniyalarning joriy etilishi tufayli bozorda talab va taklif muvozanati mustahkamlanmoqda. Men ishimdan mamnunman, yaxshi. Oyligim hozirgi kunda 4,5 million. Ayollar uchun yaxshi. Bolalarimiz o'qiyapti. Ro'zg'orga ancha foydamiz tegayapti. 4 ta bolam o'qitdim. Bitta qizim chiqardim, 2 ta nevaracham bor. Yaxshi, Xudoga shukr. Shu kelganimdan beri xolodilniklar yig'ib, terib, butlab jo'natish. Ish jarayonlari qulay, issiq ovqati bor, obed yaxshi. 2 xil ovqat beradi. Mashinalar qo'yilgan. Olib borib o'z vaqtida olib keladi. Sharoitlari qulay. Yotib ishlayotganlarga ham hamma sharoiti bor. Bizlar o'zimizda mehnatimiz samaralarini xonadonlarda ko'rib xursand bo'lamiz. Bizlar yig'gan, bizlar tergan xolodilniklar deb juda xursand bo'lamiz. Oldinlari qishloqda bu zavodlar yo'q edi. Uyda bekor edikda. Zavodlar, fabrikalar ochildi. Hamma ayollar ishli. Ertalab ishga shoshamiz, kechqurun uyga shoshamiz bolalarning oldiga. Inson o'z mahoratini ishlab chiqarish jarayonida namoyon etadi. Mehnati uchun esa munosib maosh oladi. Buning natijasida oila dasturxoni to'kin, farzandlarning kelajagi to'kis, turmush darajasi yuqori bo'ladi. Og'abek Toshdemirov ham sirtdan oliy ta'limda tahsil oladi. Ham bu yerda mehnat qilib, moddiy daromad topyapti. Bu yerga ishga kirganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, oddiy yig'uvchi lavozimida hozirgi kunga sex ustasi lavozimiga ko'tarilib keldim. Yoshim 20 yosh, eng yosh kadrlardan hisoblanaman bu yerda. Hozirgi kunda bizning yoshlarimizga, xotin-qizlarimizga va qolaversa o'sha erkaklarimizga bu yerda keng imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun o'zimdan misol olsam, 1 oy o'qishga borsam, bo'sh paytim 6 oyni shu yerda ishlab, o'zimni to'lov shartnomamni shu yerdan ishlab to'lashga hozir imkoniyatim bor. Oilaviy budjetga ham o'z foydam tegadi.
Bugungi kunda zavodimizda xuddi men kabi yoshlarga xuddi shunday o'qib ham ishlashga keng va cheksiz imkoniyatlar yaratilgan. Hozirgi kunda mening oylik maoshim 4,5 million so'm hisoblanadi. Bu oylik maoshim hozirgi kunda o'zimning ehtiyojlarimga yetadi deb hisoblayman. Va keyingi kundagi harakatlarim natijasida yana lavozimim oshishi natijasida yana oylik ko'tarilib borishi ehtimoli yuqori. Bu yerda ustoz shogirdlik an'analari ham juda yaxshi rivojlangan. Boshlab kelganimda o'zim shogird tushganman. Hozirgi kunda men o'zim mustaqil ish faoliyatimni olib bormoqdaman va bir necha shogirdlarim bor desam ham adashmayman. Korxonaning qolip ustasi 54 yoshli Azamat Eshonqulov ham bu yerda doimiy ish o'rniga ega. Qo'shni Toyloq tumanidan kelib ishlab, o'z kasbining mohir ustalaridan biri bo'ldi. 2022-yildan beri shu yerga kelib ishlayman. Kasbim qolibchi. Hamma sharoit bor. Xudoga shukr. O'zim Toyloq tumani O'rtaqishloq mahallasida turaman. Oborib olib kelishlar, transport hammasi zavod hisobidan olib boradi, olib keladi. 1 soat obedda dam olamiz. Hamma sharoit qilib qo'yibdi. Kam ta'minlanganlarga ham yordam qilyapti zavod. Masalan, menga chekkadan shu yer yaxshi. Bolalarimni oldida. Oyligimiz mana 5 million. Menga chekkaga chiqish shart emas. Yoshlarga ham aytaman, kelsin mana shu yerga ishlasin. Uyiga borish, kelish, tegin, transport berib qo'yibdi. Avtobusimiz bor, gazelimiz bor. Mana oyligimiz hisobidan oladigan narsalarimizni beryapti. Uzoq vaqtga to'lashga, mahsulotlarni, xolodilnik, gaz plita, dudburon nimani xohlasak zavoddan olyapmiz. Xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda mahalliy mahsulotlarimizni ichki va tashqi bozorlarga chiqarish bugungi ortga qaytmas islohotlar markazida turibdi. Eng muhimi, bu jarayonlar orqali minglab fuqarolarimiz doimiy ish o'rniga ega bo'lmoqda. Aholining turmush darajasi oshib, iqtisodiy barqarorlik ta'minlanyapti.